Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar va hamkorlar. Bugun mana Xalq bankini yangi kredit turi bo'yicha tushuncha berib o'tadi. Moliyaviy ommabop krediti. Bu asoschi jismoniy shaxslar yoki tadbirkorlar jismoniy shaxslarga ajratiladi. Qarzoluvchini jismoniy shaxs bo'lsa 21 yoshdan 60 yoshgacha, pensiya yoshigacha ajratiladi. Bu kredit maqsadi asosiy vosita sotib olish uchun yoki aylanma mablag'ni to'ldirish uchun. Asosiy vosita deganda masalan chorvachilik qo'llanmasi qo'shib ishlab chiqarish bo'lsa ishlab chiqarish uskunalari olish uchun kredit minimum 10 milliondan 50 milliongacha ajratamiz. Uni asosiy vosita sotib olish uchun 36 oygacha, aylanma mablag'i 18 oygacha. Agar imtiyozli davri asosiy vositaniki 6 oygacha, aylanma mablag'ining 3 oygacha imtiyozli davri. Buni foiz stavkasi ayollar uchun 24%, erkaklar uchun 25%.